Pirogim ko'tarilib chiqmaydi, ichi berch bo'lib qoladi deydigan qizlarimiz uchun qatiqni ilitib pirog qilishinglarni tavsiya qilaman. Qatiqni ilitishdan maqsad qatiqni achitib olish. Achigan qatiqdan pirog yana ham yengil va ko'tarilib chiqadi. Tuxum bilan shakarni yaxshilab ko'pirtirib, o'simlik yog'i, iligan qatiqni solib aralashtiramiz. Quruq massalarimiz, un hamda man yaxshi ko'rib ishlatadigan Dr. Bakers'ning razrihlovchilarini solib aralashtirib olamiz. Ko'pirgan massa ustiga unni solib lopatada ko'tarib aralashtirib, xohishga ko'ra yong'oqlardan solamiz. Xohishga ko'ra, xohlasanglar qolipda, xohlasanglar manga o'xshab kattagina duxovka listida pishirishinglar mumkin. Listni yog'lab, massamizni qo'yamiz. Ko'rinishi ham mazasidek zo'r bo'lishi uchun ustiga yong'oq bo'laklari yarmiga esa shokolad donachalaridan sepib pechda pishirib olamiz. Endi sizda ishonchli ishib chiqadigan pirog retsepti bor, albatta saqlab oling. Retsept tayyor, retsept yoqqan bo'lsa nodirang. Mehmon hamda bayram dasturxonlari uchun tovuq go'shtidan rulet tayyorlashni ko'rsatib bermoqchiman. Tovuq go'shtini xohlagan joydan foydalansanglar bo'ladi. Manda file. Tovuq go'shtini to'g'rab, madalangan chesnok, quritilgan rayhon, paprika, murch, tuz, jelatin solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Strechni olib, ko'rsatilgandek qilib massamizni ikkiga bo'lib, kolbasa ko'rinishiga keltirib olamiz. Strechni o'raganda tortib o'rab, ikki chetini yaxshilab tugib olamiz. Aytgancha, oldindan suv qaynab turgan bo'lishi kerak. Milqillab turgan suvga solib, 1 soat davomida qaynatib pishirib olamiz. Qaynoqda suvdan ko'tarmasdan, biroz sovigandan keyin tayyor ruletlarni ko'tarib oling. Rulet yeyishga tayyor, lekin sovutgichda biroz sovutib olsanglar, kesganingizda ham oson kesiladi. Dasturxoningizga ko'rk beradigan ishonchli tovuq ruleti tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang. Juda ham mazali. Onasi obed uchun uyga boryapman, nima taoming bor deb SMS kelganda 10 daqiqada tayyor bo'ladigan taom retsepti bilan bo'lishaman. Qolgan yog'lardan ajralib turadigan hidsiz oliy sifatli yarko yog'lar bilan taomingiz yanada mazali bo'ladi. Mol go'shti qiymasi, mayda to'g'ralgan piyoz, tuzni aralashtirib yog'da qovurib olamiz. Lavash xamirini kesib, o'rab, chetlarini suvlab, videoda ko'rsatilgandek qilib kesib olamiz. O'rtacha qizib turgan yog'imizda solib qovurib olamiz. Laganga suzma, qiyma, chetlariga qarsildoq ruletlarni solib zelen sepib dasturxonga tortamiz. Taom tayyor, retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang. Dam olish kunida juda oson, mazali, foydali shirinlik retsepti bilan bo'lishaman. Farzandingizga yoqishi aniq. Tvorog, saryo, shakar upasi, kokos qirindisini solib aralashtirib olamiz. Ko'rsatilgandek qilib bo'laklarga bo'lib shakl berib olamiz. Qotib olishi uchun muzlatgichga yarim soatga yuboramiz. Yong'oqni maydalab, shokoladimizni o'simlik yog'i bilan eritib, madalangan yong'oqni qo'shib aralashtirib olamiz. Qotib olgan tvorogli massamizni olib, shpashka yoki zubachistga sanchib olamiz. Yarim soat tursa yetadi, 1 soat tursa qotib ketadi. Shokoladli massamizga ko'milguncha yaxshilab bo'ktirib ko'tarib olamiz. Tvorogli qismi muzdek bo'lganligi uchun shokolad tezligini qotadi. Ha, bu ko'chada sotadigan siroklardan ko'ra anchagina mazaliroq. Retsept tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang. Sushi barlarga borib, manga o'xshab sushidan ko'ra chesnokli nonni yaxshi ko'rib yeydiganlar uchun original retsept bilan bo'lishaman. Bu nonga aynan parmezan siri kerak bo'ladi. Parmezan sirni qirg'ichdan chiqarib, madalangan ukrop, chesnok, mayonez hamda tvorojniy sirni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Yumshoqqina svej buxanka nonni olib, ko'rsatilgandek qilib kesib olamiz. Kesib olgan bo'laklarimizga oldindan tayyorlab olgan nachinkamizni ayamasdan ko'pginadan qilib surtib olamiz. Listni duxovkaning eng yuqori qismiga qo'ying, shunda usti tez qizaradi va tagi qotib qolmaydi. Issiqqina original mazali chesnokli nonimiz tayyor bo'ldi. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang. Erta tongdan barakali nonushta retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Bitta uzun baton nonidan 24 dona chiqadi. Baton nonni kesib, tuxumni chaqib, tuz solib aralashtirib, ikkala tarafini belab olamiz va gaz listiga pergamin solib terib chiqamiz. Rangli bolgarskiy, eriydigan sir, to'xtaniyoz otaning sardelka yoki varyoniy kolbasasini madalab, kubik qilib to'g'rab olamiz. Aralashtirib, bir chetga olib qo'yamiz. Tuxumda bo'kib yumshab turgan nonlarimiz ustiga ketchup surib chiqamiz. Bir qoshiqdan nachinkamizni joylab olamiz. Pechda sirlari erib, qizarib oladi. Shunaqa mazali, to'yimli bo'ladi. Barakali nonushta retsepti tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang.
Assalomu alaykum muslимalarim. Har qanday bulchkalar uchun ideal universal bo'lgan xamirdan shirinlik tayyorlaymiz. Iliq sutga shakar, tuxum, dro'ja, eritilgan margarinni solib, ustidan unni elakdan o'tkazib, xamir qorib, xamirimizni ustini yopib, oshirish uchun 1 soatga olib qo'yamiz. Oshgan xamirimizni 2 bo'lakka bo'lib, bir bo'lagini juva yordamida yoyib olamiz. Yoyilgan qismidan dumaloq ko'rinishda halqalarni kesib olamiz. Ikkinchi qolgan qismini videoda ko'rsatilgandek qilib kesib, uzun qilib yoyib, bir-biriga o'rab eshib olamiz. Xamir chetlariga joylab, 10-15 daqiqaga ustini yopib oshirish uchun olib qo'yamiz. Idishga tvorog, shakar, kraxmal, smetana, tuxumni chaqib solib aralashtiramiz. Tuxum sarig'iga 1 qoshiq sutni solib aralashtirib, chetlariga surib, o'rtasiga tvorogli nachinkamizdan solib pishirish uchun pechga yuboramiz. Xohlasanglar nonushtaga, xohlasanglar desert qilib ovqatdan keyin yesanglar bo'ladi. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang.